boshlandi. 2017-18 mavsumdan 2023-24 mavsumga qadar shaharliklar 6 marotaba APL chempioni bo'lishdi. Ya'ni 7 ta mavsumdan 6 ta chempionlik. Bu boshqa sovrinlarni sanab o'tirishga hojat yo'q degani, lekin 2022-23 mavsumdagi treble-ni qo'shsak bo'ladi. 2018-yilga kelib Guardiola Manchester City bilan shartnomasini uzaytiradi. Jamoa rahbariyati uzoq yillar davomida mana shunday dominantlikni ushlab qolish va Chempionlar Ligasini yutishni istaydi. Shartnoma muddati esa 2021-yilgacha amal qilishi kerak edi va o'sha yillari Guardiola jamoani tark etish ehtimoli yuqori bo'lgan. Uning o'rnini Patrik Vieira yoki Mikel Arteta egallashi mumkin deb qaralardi. Ammo Guardiola shu paytgacha hech qayerga ketmadi. Manchester City'dagi 10 yillik faoliyatidan keyin Pep Guardiola kelasi yil rostdan ham ketish ehtimoli yuqori deb ko'rinmoqda. Shu yerda savol tug'ilishi mumkin. City o'tgan mavsumni yomon o'tkazdi. Guardiola ham ancha asabiy va charchagandi. Nimaga unda o'tgan yozda ketmadi? Buning sababi u hech qachon yomon holatda jamoani tark etishni istamaydi. Berilayotgan insaytlarda ham agarda Manchesterliklar Premier Ligani yutishsa, shunda Josep jamoa bilan xayrlashish mumkin deyilmoqda va bu mavsumni tarkib bilan buning iloji bordek go'yo. Agarda Guardiola ketsa, uning o'rniga kim keladi? Ayni paytda asosiy da'vogar deb Chelsea ustozi Enzo Maresca aytilmoqda. Buning sababi italiyalik mutaxassis Guardiolaning yordamchisi sifatida ishlagan. Shuningdek, u City'ning yoshlar jamoasini ham boshqargandi. 2023-yilda Enzo Manchesterni tark etib, Leicester City'da ish boshlaydi va bir mavsum ichida tulkilarni Championshipda chempion qilib Premier Ligaga qaytaradi. Bunday katta yutuqlardan keyin esa Chelsea u bilan 2029da bo'lishi mumkin. City bunga tayyorgarlik ko'rib qo'yaversin degan ma'noda gapirdi. Rostdan ham rahbariyat tayyorgarlik ko'rmoqda, lekin Guardiola qolaman desa, bu bo'yicha ham muammo bo'lmaydi. Endi esa shu kunlarda chiqayotgan yana bir xabarga to'xtalib o'tamiz. Abduqodir Husanov Real Madridga o'tishi mumkin degan insaytlarga sizning ham ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Keling birinchi navbatda El Nacional e'lon qilgan materialga e'tibor qarataylik. Manbaga ko'ra, Husanov Manchester City'dagi kurash oqibatida zaxirada qolib ketmoqda. Bundan esa Real foydalanib ketishi mumkin. Madrid klubi himoyadagi jarohatlar sabab mudofaaga bitta futbolchi olmoqchi. Husanov esa klubga juda ham mos keladi. Qaymoq ranglilar Abduqodirni ijaraga olishni rejalashtirmoqda. Xabarning qisqacha mazmuni mana shunday. To'g'risi, Real himoyasidagi jarohatlar bu markaziy himoya bilan bog'liq emas. Misol uchun ayni paytda Dean Howson, Antonio Rudiger, Raul Asensio va David Alaba sog'. Agarda gap o'ng qanot himoya haqida ketayotgan bo'lsa, Dani Carvajal yanvar oyining boshida, Alexander Arnold esa yanvar oyining oxirida qaytishi kutilmoqda. Agarda ular bo'lmagan taqdirda ham Asensio yoki Fede Valverde bu pozitsiyada o'ynashi mumkin. Shuningdek, Real qishda himoyachi olmoqchi degan gap so'zlar hali biron ishonchli manbadan chiqqani yo'q. Shuni ham aytish kerak, El Nacional bu Ispaniyadagi obro'si eng baland bo'lgan nashrlardan ham emas. O'zi ispan matbuotida ko'pchiga yetdi. Agarda sizga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang.